Po'lat Bobojonov o'zbek siyosiy maydonida tizimning qattiq qal'asi, intizom va qat'iyatni raqamlar orqali ifodalagan arbob. 1961-yilda Xorazmning Bog'otda tug'ilib, huquqshunoslikni tanlagan Bobojonov oddiy prokurordan butun mamlakat ichki xavfsizlik tizimining generali darajasiga ko'tarildi. Uning ismi shov-shuvlar bilan emas, balki qattiq qarorlar va sonli natijalar bilan o'lchanadi. Prokuratura organlarida Gurlan, Jizzax va Buxoroda qonunni ayovsiz tatbiq etgan Bobojonov hokimlik davrida Xorazmni barqarorlik sari yetakladi. 2017-yildan esa Ichki ishlar vazirligi rahbarligini qo'lga oldi. U 8 yil davomida tizimni yangilash va tartibni tiklash bo'yicha keskin chora-tadbirlar amalga oshirdi. Eng yorqin ko'rsatkichlardan biri 54 mingdan ortiq ayolga berilgan himoya orderlari. Bu inson huquqlarini himoya qilish bilan birga davlatning qat'iyatli kuchini ham ko'rsatdi. Yo'l transport tizimida shaffoflikni ta'minlash uchun body kameralar joriy qilindi. Huquqbuzarliklarni yashirish imkoniyatlari yo'qoldi. Har bir inspektor nazorat ostiga olindi. Planshetlar orqali ma'lumotlarni tekshirish joriy etilishi esa ichki ishlar tizimida texnologik intizomning boshlanishi bo'ldi. Shu davrda mashhur ko'cha guruhlariga qarshi kuchli zarbalar berildi. Jinoyatchilik ildizidan yulib tashlandi. 2019-yilda Bobojonov leytenant general unvoniga ko'tarildi. Bu uning tizim ichidagi haqiqiy og'ir vazirli arbob sifatida tan olinganligini ko'rsatadi. Prezident tomonidan do'stlik va birinchi darajali shon-sharaf ordenlari bilan taqdirlangan arbob sifatida u davlat oldidagi xizmatini kuchli belgilar bilan mustahkamladi. Po'lat Bobojonovning merosi shovqin emas, balki raqamlar va qat'iyat bilan belgilanadi. 54 ming himoya orderi, yuzlab texnologik yangiliklar, jinoyatchilikka qarshi berilgan zarbalar va hokimlik davridagi infratuzilmaviy loyihalar. Shu sababdan ham O'zbekiston siyosiy maydonida tizimning qattiq qal'asi sifatida tarixda o'z o'rnini egalladi.